Assalomu alaykum, qadrli YouTube izlashmatlari. Sizlar bilan Telefon klassi jamoasi va Farg'ona viloyat Yangiqo'rg'on shaharchasida bitayotgan yangi ishimizni obzorini qilib ketamiz akalar. Ko'rib turganingizdek, darvoza xonasining chetlariga delafasonda aylantirib berganmiz. O'rtalariga rumbek qilib, do'ppishalarini ham 1 sm chekkalarini daroshka qilib aylantirib berganmiz akalar. Endi akalar e'tiboringlarni kazirovka qismiga tortamiz. Kazirovka qismiga 41lik katta tarnovlardan qo'yib berganmiz. Va ichlarini ham 3D fasonda alkabon stilga yaqinroq bo'lsin deganlar uchun faqat oqda palasa qilib qo'yib berganmiz akalar. Regillariga ham ko'rasizlar, juda ham chiroyli chiqqan. Sekin-asta naqllashib ko'rsatamiz. Turba o'ralishlari ham juda ham chiroyli bo'lib birga-bir chiqqan akalar. Ishimizni choklariga alohida e'tibor berasizlar. Telefon xizmatlari akalar, hozirgi kunda material hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi. Lesas, hamares, reykasigacha 115 ming so'mdan boshlab 150 ming so'mgacha qilib bitkizib berilyapti. Akalar, eslatib o'tamiz, biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Agarda sizlarga shunaqa chiroyli telefon xizmatlari kerak bo'lsa, tagidagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan Telefon klass jamoasi bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.